Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam necha yil Ramazon ro'zasini tutgan? Savol. Payg'ambarimiz necha yil Ramazon ro'zasini tutgan? Bitta so'raga javob berganlar. 23 yil tutgan dedi. Yo'q. Sabr 8 yil. 8 yil. 3 yil. Qancha yil? 9 yil. Bo'ldi 9 yil. Javob deyarli chiqib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 9 yil Ramazon ro'zasini tutganlar. Demak, hijratning 2-yili farz bo'lgan, birinchi bo'lib Ramazon ro'zasi. Payg'ambarimiz nechinchi yil vafot qilgan bo'ladi shunda? 10-yil. 10-yil. Madinada 10, Makkada 10-yil, Madinada 10 yil yashab, 23 yildan keyin Payg'ambarimiz o'zi 40 ga kelgan payg'ambar bo'ladi, 23-63 yilda nima bo'ladi? Vafot qiladilar. Xo'p. Savolingizmi? Savol edim. Xo'p. Yaxshilab eshitamiz. Savollarni yaxshilab eshitmasak, javoblarni keyin qolishimiz mumkin. Badr jangi avvalida muboraza bo'ladi. Muboraza degani bu jang boshlanishidan avval ikki tarafdan yakka-yakka bittadan chiqadi, keyin yana bittadan chiqadi, keyin katta jang boshlanadi. Avvalgi janglarni nimasi qoidasi shunaqa bo'lgan. Hozir zamon o'zgarib, janglar hozir dronlar bilan bo'lib qoldi. Xo'p, o'sha 3 ta sahobani taklif qilishadi. O'sha Badr jangidan avval 3 ta sahoba muborazaga chiqadi deyilib savolda. Savollarni ukalarimiz nima qilgan, yozishgan. O'sha muborazaga chiqqan 3 ta sahobani ismi 3 ta. Iloji boricha amaliyat qilsa yaxshi bo'ladi. Maşallah. Hammasini to'g'ri aytdingiz. Avval bu haqida ma'lumot bor edi. Eshitgan bo'lsangiz ham avval eshitgansiz. To'g'ri, maşallah. O'zi Ubayda ibn Xoris, Hamza ibn